Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kanalimizning aziz obunachilari. Azizlar, mana alhamdulillahki saxovatli qullar jamoamiz har hafta, har juma kunida 8 ta oilaning ahvollaridan xabar olyaptilar. Alhamdulillah. Azizlar, bu narsa shu Oltinsoy rayoni, Surxondaryo viloyati Oltinsoy rayonida joylashgan barcha qishloqlarga deyarli tashrif buyurdik. Endi biz Xudo xohlasa doimki har hafta boshqa mahallalarga boryapmiz. Inshaalloh boshqa rayonlarga ham borishini Alloh bizga nasib qilsin va boshqa viloyatlarga ham borish nasib qilsin. Azizlar, bizni kanalimizdan uzoqlashmang, befarq bo'lmang. Doimiy e'tiborda bo'linglar. Imkon boricha ehsonda bo'linglar. Sizlarning ehsonlaringiz alhamdulillahki haqdorlarga, joylarga yetib boryapti. Biz har hafta video tasvirlarda ko'rsatyapmiz. Siz aziz obunachilar uchun. Qo'llab-quvvatlash sizlardan, xizmat qilish bizlardan. Rahmat. E'tiborlaringizda endi borgan oilalarga saxovatli qullar jamoasi berilgan ehsonliklarni ko'rishingiz mumkin. Xursandmiz e'tibor uchun.